Xo'p, kechagina live o'tdik. Hozir yana nimaga ochyapman desa, biz kutgan joylarga mana bir kunda kelib qoldik. Men bugun yoki shu hafta davomida kelsa kerak deb o'ylagandim. Lekin bugunni o'zida sirasi kelib qo'ya qoldik. Mana bu likvidlarda juda ko'p kuttirgani yo'q. Yanada qo'shimcha qilmoqchiman. Endi keldi, mana shu joyga keldi. Hop, savdo qilsak bo'ladimi? Deb ko'pchilik albatta mana shu savol qiynaydi. Ya'ni mana shu savol qiziqtiradi. Shuning uchun hozir live ochib, bir yo'la live'da tushuntirishlikka qaror qildim. Demak, bizda mana bu biz kutgan birinchi likvidlar olindi. Demak, bizda qoldi pastdagi likvid. Ya'ni mana bu likvid. Demak, bu ikkitasini o'chirib turamiz. Endi bu yerdan biz reaksiya kutishimiz kerak. Qanday reaksiya desak, bizda 4 soatlik candle, ya'ni tasdiq bo'lishligi uchun yutilish kutishimiz kerak. Ya'ni paglasheni mana bunga o'xshab turib. Nima uchun desa, ya'ni deylik mana shu joydan 4 soatlik candle'imiz yutilsa va biz order blok hosil bo'ldi deymizda, mana shu order blokdan ya'ni risk qilib ko'rsak bo'ladi. Agar 4 soatlik candle'imizda order blok hosil bo'lmasa, biz bu yerda yana maydalab turib nima qilishimiz mumkin bo'ladi? Yana pastroqqa tushishimiz mumkin bo'ladi. Jam 98 ming yoki bo'lmasam 95 minggacha. Nima uchun desa, buni tushuntirdik. Ya'ni oylik ya'ni analiz qilganimizda ham, haftalikni analiz qilganimizda ham hammasini tushuntirdim. 98 mingdagi likvid, 98 ming 200 dagi likvid bu oylikdagi FVGga kirib kelishi bo'ladi. Ya'ni oylikdagi FVGga test qilishi bo'ladi. Mening uchun xossatan shunga bir yo'la test qilib yuborsa ham mayli. Ya'ni hozir 101 mingga tushdi, yana bir 3000 dollar pasayib, shu likvidni olib, bir chiroyligini olib, oylikdagi FVGga test qilib bersa va bu yerdan nasib biz mana oy o'rtalaridan sekin yana bo'lishlikka qiziqsak bo'ladi. Yuqoriga harakat qilamiz, xudo xohlasa. Keyingi hadaflarimizni ya'ni birin-ketin qarshilik zonalardan aniqlab ketaveramiz. Ya'ni 109 ming, 116 ming, bu yog'i 120 ming, altdan har qilib ketaveradi. Shuning uchun bulardan oldin bizga mana shu likvidni ham olib bergani yaxshi. Shuni olib bersa yanada ishonchliroq bo'ladi. Lekin degan joyi bor, buni olmasdan turib ham ketib qolishi mumkin. Nima uchun desa, biz mana shunaqa paytda Ethereumni kuzatamiz. Ya'ni Ethereum, agar buni ham kechagi live'da chizganimiz bo'yicha turibdi. Ethereum mana bu likvidni olay dedi. Buni olib qo'ysa, Bitcoin olmasligi ham mumkin. Ya'ni Ethereum buni olsa, bu nechida ekan? Demak 3353. 3353 dagi likvidni olsa Ethereum, Bitcoin olmasligi ham mumkin. Shunda bizda SMT divergensiya shakllanadi. Bu yerdan Bitcoin mana bu likvidni olish kerak edi deb kutib o'tirmaymizda. Bu yerdan yana bo'lishlikka qiziqib ketsak bo'ladi, Alloh alam. Umumiy holatda shu, ya'ni hozirchalikka Bitcoinda ham, Ethereumda ham biz kutgan joylarga keldik va mana shu likvidlarda hozirchalikka olyapmiz. Ethereumda oz qoldi, Bitcoinda ham juda oz qoldi, lekin Bitcoinda birinchi biz kutgan 103 ming bilan 102 ming dollardagi likvidni oldik. Endi bu 98 mingda olsa yaxshi, yana aytaman. Lekin olmasa ham biz Ethereumni ham kuzatib turishimiz kerak. Ethereum olib bu yerdan reaksiya bersa, ya'ni 4 soatlikda yoki 1 soatlikda qanaqadir order blok, ya'ni order blok hosil bo'lishligini bilamiz. Qizil candle'da, ya'ni qizil shamda o'zbekchasiga aytib beray, yashil sham yutishi kerak. Tanasini tana bilan, fetilini fetil bilan yutsa, keyin biz ana shundan risk qilib ko'ramiz, xudo xohlasa. Ana undan keyin bozorimizda yana biroz o'sishlikni ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Shuning uchun bozorga, ya'ni endi kiradigan paytiga kelyapmiz. Kechagi live'imizdan tushuntirdim, uni YouTube'ga ham joylab qo'ydim. Mikrofonni biroz sozlashlikda noto'g'ri bo'lib qolibdi, biroz ovozlar yaxshi eshitilmabdi. Lekin live'ga kirib qatnashib nima qilganlar yoki live zapisini ko'rganlar bilishadi. Narximiz bu yerda yurgan paytda mana shu likvidlarda olishimiz kerak deb turib Bitcoinda ham aytdik. Shunda Bitcoin narxi ham 107 ming, 108 ming turadi. Mana bu likvidni oldik, bizda 98 mingda qoldi umumiy holatda. Buni yana qayta aytaman. Mana shu paytda Bitcoin olsa yaxshi,
lekin olmasligi ham mumkin. Biz Ethereum ikkitasini kuzatib turishimiz kerak. Agar Ethereum olib reaksiya bersa, Bitcoin olmasdan ham chiqib ketib qolishlik ehtimoli yuqori bo'ladi. Hop, demak Ethereumda ahamiyat bersak, bu yerda gap bor edi, smeda bu gapni to'ldirdik. Likvidlarda oldik. Agar likvidlardan reaksiya bersa, Xudo xohlasa, berdi, bermasa, keyingi maqsadimiz $3000 bo'lib qoladi Ethereumda. Mana bu joyda ham gap qolib ketgan. Shu gapni to'ldirganda tushishimiz mumkin bo'lib qoladi. Bitcoinga kelsak, Bitcoinda mana qolib ketgan gapni to'ldirdik. Bu yerda mana shu likvid bor. Bu likvidni olishimiz mumkin. Boyaga aytganimdek, lekin olmasligi ham mumkin. Agar bu likvidni olsa, keyin yana nima uchun bu likvidni olgandan keyin pastida gap borda ahamiyat bersak, mana bu joyda gap qolib ketgan. Shu likvidni olib, bu likvidni olgandan keyin reaksiya bersa, shu gapni to'ldirib, keyin yana yuqoriroqgacha. Birinchi va eng kuchli qarshilik zonalarimiz bizda qayer bo'ladi? $108,000 bo'ladi. Mana shu $108,000 chiqib olmagunimizgacha biz to'la to'kis bo'lmish bo'lmaymiz. Bu yerdan prosta tak nima qilamiz? Risk qilamiz likvid olgandan keyin. Mana shu $108,000 gacha risk qilamiz. Bu yerdan breakout qilib bersa, keyin buni tagida FBG qoldirgan bo'lsa, ana shu FBG dan yana biz bo'lishlikka davom etamiz. Keyingi qarshilik zonamiz $116,000 bo'lib beradi. Altcoinlarda ham xuddi shu holat, ya'ni Ethereum umumiy holatda shu yerda likvidini olsak, keyin yuqoriga ketamiz. Bitcoin ham hozirchalikka yuqori ketyapmiz. Mana USDT dominansi ham kechagina analiz qiluvdik yoki kursdagilarga yoki sizlarga mana bu joyda yuruvdi. Shu yana bir qator likvidni olib, mana bu joylarga chiqib, keyin bu yerdan reaksiya berishimiz mumkin deb kutganmiz. Bunda ham pastga yetib keldik. Ya'ni qayerga yetib keldik? Qarshilik zonaga. Bu yerlardan reaksiya bersa, nasib yana pastroqqa tushishimiz mumkin bo'ladi. Bitcoin dominansimizda ham shu holat. Mana Bitcoin dominansidan sekin pul chiqishi boshladi. Ya'ni umumiy altcoinlarga, ba'zi coinlarga pul kirishi boshladi bu yerdan. Nasib bu ham bizda pastga tushib bersa, USDT dominansimiz tushib bersa, Bitcoinimiz likvid oldik. Ethereum shu juda oz qoldi. Mana buni olgan, lekin buni ham birdaniga olib yuborsa yaxshi edi. Bugunni o'zida biz bugundan, ya'ni likvid olgandan keyin yoki bo'lmasam ertadan yana bozorga bo'lishlik holatga qaytib kelsak yaxshi edi. Va bu likvidlarni olib reaksiya bersa, Xudo xohlasa, biz yana bozorda bo'lishlikni davom ettirib ketamiz va ishlab ketamiz. Ya'ni Bitcoinda yana aytgandek $108,000 bizda juda kuchli qarshilik zona hisoblanadi. Mana shu 108,000 ni yorib chiqib olsak, keyin u yog'i 116,000 va 116,000 dan ham chiqsak 120,000 ATH gacha nasib ushlab tursak bo'ladi. Alloh alam. Har qanaqasiga, misol uchun Solana mana bugun $160 dan oldim o'zim. Buni misol uchun Solanani nima uchun desa, mana bu likvidlarda olgandan keyin, ya'ni boya 160 ta olganimda buni hali olmagan edi, lekin men oldim. Chunki shuncha tushib berdi. Ya'ni bu yerdan shuncha tushib berganligi uchun oldim. Hozir ham Solanaga mana buni tagida FBG bor, likvid bor. Bu likvid olindi. Endi bizga bu Solana ham misol uchun 4 soatlikda yoki bo'lmasam 1 soatlikda qanaqa time frame'da bo'lishidan qat'iy nazar order blok hosil qilib bersa, va ana shu order blokdan biz yana yuqoriga harakat qilishimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni hozir Solanada ham bizda eng kuchli qarshilik zonamiz qayer bo'ladi? Umumiy holatda $180 bo'ladi. Shu $180 da yuqoriga yorib o'tib olsak, nasib bu yana yuqoriroqqa chiqamiz. Ya'ni qayerga? $205, $210. $210 yorib chiqsak, keyin biz yana bitta ATH bo'lmasa, mana bu maksimumni bir yangilab berishini kutsak bo'ladi, Alloh alam. Lekin undan oldin bizda juda kuchli qarshilik zonalar bor. Bular birinchisi 180, ikkinchisi esa shu $208, $210 atrofida. Mana shu $210 atrofidagi qarshilik zonani yorib chiqib olsak, keyin bu yerdan mana bu maksimumni yangilashini, ya'ni $250 yangilashini bir kutsak bo'ladi. Va bu yerdagi reaksiyasini ko'ramiz. Agar impuls bilan ketayotgan bo'lsa, yana bitta ATH qivirishimiz mumkin bo'ladi. Hop, umumiy holatda, ya'ni Solanani ko'rsatib beryapman. Solana misolida boshqa altcoinlar. Ya'ni hozir
mana altcoinchi bu altcoinchi emas, umumiy holatda Solana, ya'ni og'ir coinlardan va bunga ergashadigan umumiy og'ir altcoinlarimiz hammasini holati bir xil hisoblanadi. Xo'p, endi bizda misol uchun sal yengilroq bo'lgan coinlarni ko'rsak ham, bular endi o'sib bo'lgan. Bizda misol uchun qaysi NSA, mana NSA ni ko'raylik. NSA holatimiz ham bizda holatimiz misol uchun bu ham pashta Ethereum bilan bir xil. Ya'ni bunga ham risk qiladigan joydamiz. Umumiy holatda faqatgina tasdiq bo'lishligi kerak. Shu tasdiq bo'lishligi biz uchun ya'ni juda sal biroz riskli savdo qilaman deydiganlar uchun 1 soatlikda order blok hosil bo'lishini kuting, savdoga kiring. Yo, men biroz tasdiqdan keyin savdo kiraman desa 4 soatlikda mana shu sham yutilishini kuting. Ya'ni bu sham qancha bo'lyapti? 13,5 dollarlar yutilishini kuting va keyingi korreksiyasidan savdoga kiring. Xudo xolasa 15 bu yoqqa tek profitlaringizni olib chiqib ketaverasiz 17 dollar qilib. Umumiy holatda, bozor holati shu. Bu tushliklardan qo'rqib, agar yuqorida kirib qo'ygan bo'lsangiz sotib yubormang. Naborat pastdan qo'shib olishga harakat qiling. Yoki bo'lmasam hali savdoga kirmagan bo'lsangiz, endi bir 50% depozitingizni bozorga olib kirsangiz bo'ladi. Qolgan 50% baribir narxda turgani ma'qul deb bilaman. Nima uchun desa, chunki misol uchun ba'zida bo'ladi Bitcoinda bozorda xarakteri shu. Ya'ni juda ko'pchilik bozor ham biladi, market makerlar ham biladi. Misol uchun juda ko'pchilik nimani kutyapti? Mana shu likvidlarni olishini, bu likvidlarni olgandan keyin longga kirishini kutyapti. Ya'ni qanday longga kiradi desa, futures bozorida juda katta insonlar, ya'ni juda ko'p insonlar mana shu likvidlarni olishga limit ochib qo'yadi. Katta summalarga, misol uchun pulcholar bilan limit ochib qo'yadi. Bu nima demoqchiman? Bozor agar market makerlar, ya'ni longga limit ko'proq bo'lsa, ular nima qiladi? Birdaniga chuqurroq olib tushadi. Nima uchun desa, bu yerda longga limit ochganlarni limitini olib, ularni ham likvidatsiya qilib, keyin chiqib ketib qolishlik xarakteri ham bor bozorda. Ya'ni shularni ham inobatga olib qo'ygan holatda 4 soatlikda paglashini beryaptimi? Ana shunda risk qilib ko'rsak bo'ladi. Alloh alam. Umumiy bozor holati tushunarli bo'ldi deb o'ylayman. Bitcoin, misol uchun Ethereum, endi umumiy totallarni ko'rib chiqamiz. Ya'ni bozor kapitalizatsiyasi, bularda qanday holat, nimalarni kutyapmiz, bular haqida ham bir gaplashib chiqamiz xudo xohlasa. Demak, bunda ham oylik time frame'da oladigan bo'lsak, biz ya'ni diskant zonalariga yaqinlashib qoldik. Diskant zonaga juda yaqin turibmiz. Endi mana bu katta tushligini hisobga olmasak ham, chunki liniya tortsak bu yo'q bo'lib ketadi. Mana diskant zonaga yaqin turibmiz. Diskant zonadagi support zona mana bu zona hisoblanadi. Demak, bu yerdan kuch olsak, shu diskantda yoki ekvivalent zonadan kuch olsak, ya'ni yuqoriroqgacha birinchi qarshiligimiz shu 364 trillion va yuqoriroqda esa bizni 39, ya'ni salkam 4 trillion 9 trillionda ikkita qarshilik zonalarimiz bor. Mana shu zonalardan chiqib olsak, keyin yana bitta ATH haqida o'ylab ko'rsak bo'ladi. Ungacha esa ATH emas, biz o'sgan paytda foydaga chiqsak, foydalarni sekin oladigan paytda hisoblanadi. Xo'p, endi agar bu yana boya aytganimdek, misol uchun Bitcoin likvid oldi, Ethereum likvid oldi, lekin market makerlar boya aytgandek longga limit ochib qo'yganlarni chuqurroq olib tushib, o'zi ularni ham likvidatsiya qilib keyin olib chiqib ketaman desa, bu bizda total ham nima qilish mumkin bo'ladi? Mana 3 trillionga bitta tushib, mana bu likvidni olib keyin ketishi mumkin bo'ladi. Shuning uchun hozirgi holatda tasdiq bersa, 50% depozitingizni bozorga risk qilishlikni maslahat beraman. Total 3 ta ham shu holat. Bu yerda mana buni ham shu bozor oqqan paytda analiz qilganmiz. Kimdir esida bo'lsa, YouTube'ga joylaganmiz. O'sha holat, o'sha analiz mana 50% ni belgilaganmiz. Bu 50% dan kuch olsa 50% dan, bo'lmasa 70-80% dan tushib kuch olishi mumkin deb aytganmiz. Kunlik time frame ga olsak ham, demak, bizda misol uchun mana bu riskni hisoblamasak ham bugun mana bu likvidni oldik. Endi reaksiya kutishimiz kerak 4 soatliklarda. Reaksiya bersa, ya'ni yuqoriga, ya'ni bu yuqoriga yurishligi
Ethereum altcoin'lar yurishligi hisoblanadi. Total uchimizda esa shu top 10 talikdan tashqari, Ethereumdan tashqari altcoin'larimiz, ya'ni bunda ham ahamiyat bersak, mana endi yo'q deb hisoblang. Bu likvidatsiya olindi. Bu yerdan yana yuqoriga reaksiya berishi mumkin. Birinchi qarshilik zonamiz shu 1 trillion. Buni yorib chiqib olsak, nasib 1 trillion. Ikkinchi qarshilik, uni ham yorib chiqib olsak, keyin yana bitta ATH qilishimiz mumkin bo'ladi. Umumiy, ya'ni bizda nimalarda qarasak, Ozer, ya'ni altcoin'lar top 10 talikdan tashqari boshqa mayda-chuyda biz asosan shunda ishlaymiz. Ya'ni ko'pchiligimiz Bitcoin, Ethereum bilan ishlamaydi. Nima uchun desa, bizning kapitalizmimiz oz, ya'ni depozitimiz oz. Shuning uchun biz ko'proq altcoin'lar bilan savdo qilamiz deb ko'pchilik shu narsani aytadi. Shuning uchun biz kuzatishlikni maslahat beraman. Ozersa o'tganda kanalga tashladik. Agar yorib chiqsa, bu yerdan ya'ni yorib chiqsak, nasib buni olamiz. Lekin qarang, yorib chiqa olmadik deb pastga yorib tushdik. Bu pastga yorib tushlik ham yaxshi. Ko'pchilik bu yerdan nima bo'lyapti? Hozir likvidatsiyalar olindi. Endi bizga reaksiya bersa, bu yerdan yana bitta yuqoriga harakat qilishimiz mumkin bo'ladi. Bizda endi umumiy holatda kanal yasayapti o'ziga. Mana bu holatda. Endi bu kanalimizda pastiga tushganda hozir yuqorisigacha chiqishligi ham bizda shu 13% atrofida bo'lyapti. Buni breakout qilib olsak, nasib keyin yana retestdan yuqoriroqgacha, ya'ni 280 milliardgacha chiqishimiz mumkin bo'ladi. Hozir 4 soatlikda yoki 1 soatlikda qanaqadir konfirm bersa, ya'ni tasdiq bersa, biz qayergacha kutamiz desa, shu 250 milliard bizda nima bo'ladi? Qarshilik zona hisoblanadi. Mana shu 250 milliarddan yuqoriga chiqib olsak, nasib mana bu likvidlarni ham bir qator olishlik ehtimolimiz yuqori bo'ladi, Alloh alam. Umumiy holatda bozor holati shu, ya'ni bozordan qo'rqib hozir sotib olish bo'lmasa, bilaks bozorga kirmaganlar sekin endi savdoga qiziqib savdo qilishlarini mumkin bo'ladi, Alloh alam. Hop, endi savollar